Uyingizda yarim kilo qiyma qolgan bo'lsa-yu, kechki ovqatga nima tayyorlash bilmayotgan bo'lsangiz, shu qiymadan butun oilaga yetadigan mazali brizol tayyorlaymiz. Nimaga men bu ovqatni oldinroq tayyorlab ko'rmaganman bilmayman. Qiymaga maydalangan piyoz, ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymadan koptokchilar yasab olamiz. Kosaga oila a'zolaringizga mos qilib tuxumdan chaqib olamiz. Tayyorlab olgan koptokchilarimizdan solib, yaxshilab aralashtirib tovada pishirib olamiz. 5 daqiqada tayyor bo'ladi. Go'shtli quymoqqa birinchi mayonez, ketchup va pomidor bodring salat bariga terib o'rab olamiz. Ustiga ham mayonez, ketchupdan solib, xohlasanglar yoniga garnir qilib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Mazali yumshoqqina sochni kotlet hali yeb ko'rmagandim. Yog'li, qo'rilgan ovqatlardan keyin oshxona bilan qozonlarni tasavvur qiling. Yapon texnologiyasi bo'yicha Rossiyada ishlab chiqarilgan Sunrise tozalash vositalari bilan yog'li va dog'li kiyimlarni ham birpasda tozalasa bo'ladi. Rangli kiyimlarning rangini saqlash, tejamkorligi va yoqimli sakura gullari hidi kiyimni dog' qoldirmasligi ham alohida e'tirofga ega. Sizlar ham bu vositalardan foydalanib ko'rganmisizlar? Bolalarga oq kiyim kiygizganingizda qanaqa dog' bo'lishini hamma bilsa kerak. Endi bolalarga qo'rqmasdan oq kiyim kiygizursangiz ham bo'ladi. Sunrise parashoklari bilan kiyimdagi dog'larni oddiygina shu parashok bilan ketkizsa bo'ladi. Rangli kiyimlarning rangini chiqarib olmaydi. Hidini zo'rligini sizlarga tasvirlab ham bera olmayman. Mahsulotni korzinka do'konlardan topsanglar bo'ladi.